Barchaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan tez, oson hamda asosiysi foydali bo'lgan nonushta tayyorlashni o'rganamiz. Ishimizni qizib turgan skоворodkamiz ustiga oz miqdorda yog' solib, hamda ikkita tuxumni videoda ko'rsatilgandek ozgina tuz bilan yaxshilab aralashtirib, skоворodkamiz ustidan qo'yib yuborishdan boshlaymiz. Ustidan videoda ko'rsatilgandek qilib lavash xamirini yopib olamiz. Endi navbat lavashni skоворodka tarafga qilib qovurib olib, ichiga mazali bo'lgan nachinkalarni teramiz. Birinchi bo'lib sir, pomidor, krem chiz pishlog'i, tabga ko'ra tuz va ziravorlar, zelin yoki o'zingiz xohishingizga qarab kolbasa mahsulotlarini solib, videoda ko'rsatilgandek qilib lavashimizni buklaymiz. Lavashimizni ikkala tarafi ham qizarib, qirsillab pishib chiqqungacha qovuramiz. Oson, asosiysi foydali bo'lgan nonushtamiz ham tayyor. Yoqqan bo'lsa, like va kommentariya kutaman.